5 yildan beri bolangiz og'zidan oqayotgan so'lakni bir kunda to'xtatib beraymi? Bolalarda so'lakning ko'p ajralishi gipersalivatsiya yoki selariya deb ataladi. Bu holat bolalarda 3 yoshgacha normal hisoblansa, 3 yoshdan keyin e'tibor talab qiladi. So'lakning oqishi tashqi, ya'ni og'iz bo'shliqdan tashqariga oquvchi va ichki bo'lishi mumkin. Bunda so'lak oshqozon ichak sistemasiga yo'naladi. Xo'p, so'lak tashqariga oqsa nima bo'ldi? So'lakning ajralishi normada 0,5 litrgacha bo'lsa, patologik holatlarda 2-3 litrgacha ajralishni mumkin bo'ladi. So'lakning tashqariga oqishi natijasida og'iz bo'shlig'i atrofidagi teri yuzalarida turli xil dermatitlarni yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Doimiy so'lak ajralishi natijasida so'lak tarkibidagi oqsil va minerallar ko'p ajraladi va bolalarda moddalar almashinuvining buzilishiga sabab bo'ladi. Ko'p so'lak ajralishi asosan DTP, RAS, autizm, ensefalitlar va og'ir psixonevrolik kasalliklarda ko'p uchraydi. Kasallikni davolashga keladigan bo'lsak, asosiy samarali usul sifatida so'lak bezlariga botulin terapiya amaliyoti o'tkaziladi. Bundan tashqari, so'lakni ajralishini kamaytiruvchi dori vositalaridan foydalaniladi. Agar yuqoridagi muolajalar yordam bermagan taqdirda, kamdan kam holatlarda jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. Doktor, bu holatda logopedik massajlar, igla terapiyalar ham foyda beradimi? Bular haqida ham hali gaplashamiz.